Sen kajolmisan, nima qilyapsan? Tushunmadim. Nima bu ahvol? Nima shohruxxonasini ilib tashlagansiz hamma joyga? Tinchlikmi? Dadasi, ko'chadagi xotinlardan eshitdim. Homiladorlik payti ayollar kimga ko'proq tikilib qarasa, kimni yaxshi ko'rib ko'proq ko'rsa, tug'iladigan bolasi o'shanga o'xshar ekan. Bizni ham bolamiz Shohruxxonga o'xshasin deyman-da. Tamom qildim. Tinchlik bo'lsin deyish qilib. Tuzuk qiliqqa, nima qiliq bu? Boshqani bersin. Ota hok poyingizda. Nima qilyapsan? Nimani o'g'lay deydi bu? Boring qol. Mana ahvolni ko'rdingmi? Otam meni tark etdi. Onam meni tark etdi. Baro meni tark etdi. Dünya है एक दिल के नफरत मर जाने nar जाने nima qilyapsan? Ota! Onamga qattiq gapirma. Onani qadrini siz qayerdan ham bilardingiz, ota? Voy qol. दुनिया में कितनी है नफरतें